Hozir ko'rsatadigan modelim eksklyuziv modellardan bittasi. Mana noyob deydimi? Qisqasi ko'p joyda yo'q. Mana o'zingiz ko'rsanglar bo'ladi. Bunaqa ob-havolarda mazax qilib yursa bo'ladigan modellardan bittasi. Hozirgi chiqayotgan hamma kiyim bilan mana shu tinib turadi. Do'ykalar bormi, ana Leon kostyum bilanmi? Shular bilan kiyib yursa, lekin oyoqda ham stilli turadi. Tepadan ko'rinish. Lekin dizayni haqiqatda shu boplab olgan. Endi buni qolgan joylari men padoshvi, kojalarini maqtab o'tirmayman. Kelib kiyib ko'rgan odam biladi. Prosta dizaynni ko'rsatib qo'yamiz. Mana ikkinchi qismi. Orqalarida ham mana joylari kichkinagina teshuvchalari bor. Xullas, razmerlariga keladigan bo'lsa, 40 dan 44 gacha kelgan. Narxi 3 million 500 ming so'm.